Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2023-yili 6-oyning 2-kuni juma. 2 haftada bir qatim chiqadigan videoga chiqishim. Men Amerikadagi Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. Bu qatimki men uchun eng cho'ng xabar Daniyada yashaydigan Kengas xonim 29-may kuni vafot bo'libdi. Bana bir nökünü etigende iridən bir ilxət gəldi. Mən üçün bu bir çoğ yoxtuş oldu Uyğurlar üçün mu. Nimişqə digəndə bu xanım şu yerlik millət maarifi və ana til, qoştillıq maarif müsaadəki dünyadakı ən tunulğan mutaxəssislərniki biridi. Bu xanım BDT-ğımı məsləhət job işləvatqılı uzun yıllar bo'lib ketgan. Bulupmu şu yerlik millet marifi, ana til, qoştillik marif müsahasidiki dünyadaki yerlik tillarni yo'qotishga uringan ahvollarni cheklash uchun BDT'da yeni qonunlarni o'tirg'a chiqarish yo'lida ko'p tirishgan xonimdi bu. Men bu xonim bilan tanishqili uzun bo'ldi. Men 2007-yili qo'shtilik ma'rifmi yoki yakitilik ma'rifmi degan bir maqola yozgan. Ayni vaqtda Xitoylarniki Uyg'urlar qarata yo'l qo'ygan atalmish qo'shtilik ma'rifi siyosatiga nisbatan bir qism izlanishlarni qilib, mush maqolani yozdim. Undan keyin izchil turda bu izlanishni davomlashtirdim. Bu Kengas xonim bilan 2009-yili 3-oyda ben tunji qatim xat yazib, shundan keyin tunishgan. Shundan keyin yaqin do'stlardan bo'lib qoldik. Men davomli Uyg'urlarniki shu qo'shtilik ma'rifi va boshqa ishlar to'g'riliq bu xonimdan masala so'rab turdim. U xonimi o'zining qilayotgan ishlarini to'g'riliq menga davomli xat yazib turdi. Bo'libmi biz tunishgandan keyin bu xonim shu vaqtdan boshlab o'zi so'zlaydigan barliq nutq, bildiğin ilmi dokulat, yazdığı ilmi makale ve çıkardığı kitaplarındaki hemisi de Uygurların tili kaldığalığı doğruluk bana vədi bəgən. Hem de bu vədisini damlaştırdı. 2013 yıl 2. ayda bu hanım Kaliforniya'daki şu bana bir 60-70 kilometre kildiğin yerde, yak 60-70 mailken 100 kilometre kildiğin yerdeki Long Beach diyen bir şehir var. Long Beach deganligi uzun deniz, Long degan uzun degan gap, Beach degan deniz qirg'oqi degan gap. Shaharning ismi shu Long Beach. Shu yerdagi bir Kaliforniya qo'shtilik ma'rif birlashmasi o'rlashtirgan bir ilmiy doktorat yig'iniga alohida mehmon bo'lib kelib 2 soat ilmiy doktorat berdi. Men shu kunisi o'zimning xizmatidan so'rab, shu yig'inga tizimlatib berib, Kengas xonim bilan bir kun birga bo'ldim. İlmi doktoratını anladım, nurgun paranlaştım. Şundaki yakın dost bo'lib qolgan biz. Bütün işlerini bilib turdim ben. Nega berib, nega tuturup, nima doktoratını berdi degandek. Andan keyin bu xonim bilan qilgan bir qancha cho'ng ishlarmi bor. Bu to'g'riliq men bir maqolasini boshladim tunugin. Burun o'ylamagan, bu xonimniki bu tez tugab ketishini faqat o'ylamagandim men. Şununla bu ölümü pek tüyüksüz olup kaldı. Benim soruyan suallarım vardı. Onu soruyamay kaldım. Şunun bilen şu hanımla buluşkan alaka, işler, birlikte işler doğruluk. Mesela yazıp çetelik Uygur kardeşlerine sunaydı. Bunu başladım. Birinci kısmını çıkardım. Aşağıdan kırpak sanla buludu. Bu hanım kiler ayda 83 yaşa girdiyken Naiti Titik hanımdı. Naiti Çin. O'ziniki Daniyada Yettimo yeri bor. Yettimo degan mo belki mo ama g'arbliklarniki mo'si bo'lib, bizning vatandagi mo qarag'an chog'da jiq cho'ng endi. G'arbliklarniki bir mo yeri, vatandakiniki 6 mo yerga to'g'ri keladi shunaqa. Cho'ng yeri bor. Undan keyin cho'ng ko'limi bor o'ziniki shaxsiy shu o'ziniki tava zaminning ichida endi. Bu xonim butun o'ziydigan ko'katlarni terib, o'stirib yeydi ekan. Duxman deb bergan. Anından keyin şu yaz günleri, yakınki vaqtlarda yaz günleri her kuniga 1 kilometr aralıqqa so'zidi ekan.
Yani 1 kilometr aralıq degenim məndə. Kölün uzunluğu 1 kilometr emas, amma berib kelib su üzüb, şu 1 kilometrga to'g'rilab su üzüdü ekan, chiniqidi ekan. 80 necha yoshlik ayol. Bu qitimmi shu su üzgülüch ketibdi. Odatda Kengas xonim su üzgülüch chiqib 20-30 minut o'tgandan keyin 20 chiqib, ikkisi birga üzüdü ekanlik suni. Bu qitimmi shu odatdagi qoidasi bo'yicha 20 minut kechikib ko'lning bo'yiga beribdi. Uy bilan ko'lning orlig'i 700 metr keldi ekan, 1 kilometr yaqin keldi ekan. Ko'lga borsa, Kengas xonim dum yetib, suvning ustida laylab qolibdi. Uni ko'tarib chiqib suvdan suzib chiqqan vaqtida asosan nafsi to'xtab qolibdi ekan. Undan keyin doktorlarni chaqirib, jiddiy qutqizish mashinasida doktorlarga olib borib tekshirib qilib, qutqiza olmay qolibdi. Shunday tuyuqsiz bo'pti bu ishlarning hammasi. Endi doktorlarning deyishicha, shu suv uzayotgan chog'da yoki bir tuyuqsiz yurak kasali tutibdi yoki qon tomiri yerilib ketish ahvoli yuz beribdi degan ahvollarni gapiribdi. Bunun oxiri xulosa chiqmabdi endi ahvoli shunday. Endi meniki bu xonim bilan birga qilgan ishlarim bu ishlarni men keyin shu maqolalarga tafsil yozaman. Bugun boshladim, kirish so'zini chiqarib qo'ydim Facebook'ga. Sizlarga ikki kishini deb qo'ymoqchi. Uni birisi 2014-yil bo'lgan bir ish. Bu xonim xalqaro qo'shnilik ma'rif jurnalidagi bosh muharrir kelgan maqolalarni tasdiqlaydigan o'rinda ishlaydigan xonim. Shu vaqtda bu xonimga Xitoydagi Wang familiyalik bir professordan bir ilmiy maqola kelib ekanmish, jurnalga yo'llabdi ekan maqolani. Bu xonim uni ko'rgandan keyin uniki ikki nuqtadan bu maqolani yoqtirmabdi. Uning birinchisi maqolaning sifati nachar. Uyg'ur qo'shnilik ma'rifi to'g'riliq yozilgan maqola ekan. Sifati nachar. Ikkinchisi bu Xitoy professor maqolani asosan Xitoy hukumatiniki meydan turib yozgan, Xitoy hukumatini aqlab masalanga. Hatta bu boshqa uni yaxshi ko'rmay shuni topshirib olgandan keyin menga xat yozdi. Erkimishda bir maqola keldi. Men uni reject qilmoqchi, reject degan gap endi atkaz qilmoqchi, yondirib o'taman, qabul qilmaymiz deb. Endi ammo agar sen xohlasang, mush maqolani qaytadan yozib chiqsang, hamda bu maqolaga birinchi avtor bo'lsang, men shu Wang professorga deyman, bu gapni u qabul qilsa, bu maqolani o'ngshab qaytadan chiqarsak bo'ladi, men yordam qilaman deb menga dedi. Deganki men ma'qul dedim. Ma'qul deb xonim u Wang professordan so'radi, "Mana qilmaymiz, bo'lmasa maqolang chiqmaydi bu jurnalga" degandan keyin u professor ma'qul bo'ldi. Endi bu yerki maqsad bu xalqaro qo'shnilik ma'rifiga Uyg'ur tili haqida maqola chiqib boqmagan burun. Maqola yo'q. Bizningki tilimiz intayin ig'ir fojiaga uchradi. Ashta bu boshqa mush fursatda Uyg'ur tili duch kelgan ig'ir taqdir fojialarni xalqaroga anglatish, dunyoga anglatish mush bir maqsadga yetish uchun men ma'qul dedim. Necha oy qattiq tirishib, izlanib, nurg'un materiallarni to'plab, maqolani butunlay qaytadan yozib chiqdim. Kengas xonim tuzlab berdi. Men bu maqolaga mustaqil tadqiqotchi salohiyati bilan avtor bo'ldim endi, birinchi avtor. Adresi o'zimniki, uy adresini yozib degandek. Ashta qildim. Qilsamki bu maqola tayyor bo'lgan vaqtida bu Xitoydan bir xat keldi bizga. Bu Wang professor ishkirdi, bir oliy maktabdagi professor ekan. O'zi bizniki Sharq Turkistonda tug'ilib o'sgan birisi ekan. Uyg'urlardan biladigan. Bu deydi, men oldingi kunisi yurtdan kelgan bir to'p kishilardan paranglashib bir sorun o'tirib qolgan. Shu yerda gapdan gap chiqib, mush maqolaning gapini chiqarib, Erkin Sidiqning ismini chiqarsam, ular ham cho'chib ketdi. Erkin Sidiq Xitoy hukumatiniki qora tizimligining eng ustida turadigan bir odam. Deb shu Erkin Sidiqning ahvollarini deb berdi. Shunga bu maqolani men Erkin Sidiqni chiqarsam, men xizmatimni saqlayolmay qoldi ekanman. Shunga bunda qilolmayman. Erkin Sidiqni chiqarib etsak avtorlikdan deb asha dedi. Bu gaplar rasmiy yolg'onmi uqmayman. Bu gaplar maqola tayyor bo'lib, jurnalga besildigan chog'da o'tirib chiqdi. Shuning bilan Kengas xonim qanday qilamiz Erkin dedi. Degandan keyin nasma ismini o'zgartay. Erkin Sidiq degan ismni Eric Smith bosh harfi o'xshash Eric Smithga o'zgartib,
Meniki adresimga, sizin adresini yazaylı, sizin uygun adresini yazaylı desem, Kangas Hanım makul oldu ona. Makul olup, Van profesörü xat yazdı. Xat yazgan o yine onu mıydı? Ya erken aptırı olsa xatti bolmaydı. Zaten onu çıkırıp etmesek, ben üzerindeki hizmetini sağlap kalamayman dep turib oldu. Şoň bilen Kangas Hanım yine menden sordy qanday qılymyz dep. Degende, unda bolsa meyli. Belki benim maksadım qandaqda o maqalaga aptır buluş, arqalıq buluş emas, benim maksadım bu emas. Benim üzerine çıkargan öz sahiramda yeterlik sandaki ilmi maqala ba. Belki maksat Uygur tiliniki taqdiri haqidagi ma'lumotni xalqaro yetkazish bo'lganligi uchun mayli meni evasim mayli maqolaning oxirida rahmat aytsin, minnatdorlik bildirsin. Shu Eriksimiz degan ism bo'yicha shu bo'yicha turbasin dedim. Shuning bilan u Xitoy professor men bilan Kangas xonimga rahmat aytdi oxirida. Buni inglizcha acknowledgement deydi. İlmi maqolalarning oxirida o'ziga yordam qilgan odamlarga minnatdorlik bildirdi maqolalarning o'zida. Şu maqala qarasanglar, eng oxirida shunaqa bir minnatdorlik xati bor. Eriksimiz bilan Kangas xonimga Kangas xonimning yordamiga rahmat aytaman degan. Ashundan bu maqola chiqdi. Bu maqola 2014-yilning 14-yil 9 ayning soniga besildi bu maqola. Mushta bir voqea bo'lgan. Yana bir ish 2020-yili 2-ayda Kangas xonim menga yana bir xat yozibdi. Bu xatda dunyoga donliq nashriyat shirkati Wiley degan shirkat bir kitob chiqarmoqchi ekanligi. Bu kitobning ismi Til jihatdagi kishilik huquq qo'llanmasi degan kitob. Mushunga sen Uyg'ur tili haqida bir bobni yozib bersang dedi. İngilizce book chapter degan bir gap bor. Bu kitobning bir qismi endi. Bunda kitoblar odatda nurg'un avtorlarga taqsim qilib buni bir guruhi birdan bob yozadi endi. Birden bab yazılı aşnamadan onu tüplep, jığıp şu maqallarını, şu ayrı gruplar yazgan maqallarını jığıp, onu bir kitap qilib chiqirdi endi. Şu kitap chiqmoqchi ekan. Mashuna o'xshashma bu bablarnikisini sizlar ta'tir ko'rindi bu. Shuni yozib bersang dedi degandiki, men bir qancha do'stlarimga xat yozdim. Bunun ichida ijtimoiy fanda magistrlik va doktorlik olgan do'stlardan nasihat yozib, bir vazifa keldi. Mesela bir fırsat geldi. Mesela bir yazsak da. Degandeki sizlarga tunuşup bo'lgan inimiz Abdulla Ayub, andaki yan bir inimiz Shunqar Tekin ishkalan ma'qul bo'ldi buni bir yozdiganga. Shuning bilan Abdulla Ayub, Shunqar Tekin va men uchimizniki avtorligida bir parcha maqolani tayyorladik. Bu kitobda 16 bet bu maqola. Uyg'urlarniki tili duch kelgan ahvollar. Buning ichida Uyg'ur tiliniki tariximi bor. Anamdan keyin Uyg'urlar uchragan irqiy qirg'inchilik ahvollarimi bor bir qism. Shu kitobni, shu maqolani yozib, o'tib, Kangas xonim bilan yeri tahlil berdi bizga. Alayda muomala qilib tahlil berdi. Meni mana hizmlarda qilinglar deb. Ashundan buni qilib bu kitob chiqdi. O'tgan yilning oxirida chiqdi bu kitob. Hozir Amazonda bor. $195 ekan birisi setilyotdi. Mushunda ishlar bo'lgan. Kangas xonimni men kelgusida vatan ozod bo'lsa, vatanga olib borib, shu Sharqiy Turkiston hukumatiga maslahatchi qilib, shu ona til o'qitishi, ma'rif ishlarini qanday qilish to'g'riliq qildirish planim bor edi. Tuyuqsiz ketib qoldi. Endi shuni sizlarga deb qo'ygim keldi. Shunga albatta men degandek bu to'liq maqola yozyapman, uni o'qib ko'ringlar. Xudoyim birisi uni ovozli qilib videoga chiqarishi mumkin. Ondan keyin Kangas xonim bilan yozishgan necha yuz parcha xat bor menda. Shu ishkina o'ylab men nima ish qilsam bo'lar endi deb. Shu xatlarni ratlab, uni shu inglizchalamkin aynan chislasi bo'yicha bir PDF kitob qilib chiqarib tor betimga deb o'ylayapman. Bu inglizcha o'rganayotgan Uyg'urlar uchun aytib foydali. Nima ish deganda mazmuni tunishlik bo'lganligi uchun Uyg'ur masalasi biraz paylık deb o'ylayman. Undan boshqa bir tarix o'qib qolsin. Uyg'urlarniki hayotida mushunday bir xonim yashagan. Tuyuqsiz ketib qoldi bu olamdan. Endi yaqinqi vaqtlarda chet eldagi Uyg'urlar biraz burunqidan aktivchiligini sal yo'qotib qo'ydi.
ijtimoiy taratqularda, WhatsApp toplarida degandek burunqidek unchalar qiziqin emas. Xalqaroniki Uyg'urlarga qiziqishimi burunqidek unchalar yuqori emas. Bir mezgil Uyg'urlarniki ishi nihoyatda xalqarodagi birinchi xabar bo'lib hukm surgan endi. Biz hozir bir xil ahvollarga, nachar ahvollarga duch keldik Uyg'urlar. Bunun ikki tarafi var. Birisi dunyoviy xarakterlik. U yalnız Uyg'urlarla duch kelgan masala emas. Dunyo umumyuzlik duch kelgan masala. Yani biz o'zimiz duch kelayotgan masala bu. Dunyoda duch kelayotgan masala, butun dunyo xalqi duch kelayotgan masala nima deganda, buningda mundaq bir qancha taraflari bor. Uniki birisi shu dunyoda axloqiy o'lchamlarning buzilishi, insonlarning Allah'ın kütkünden yiraklışı. Mesela bunun misallarda hazır Amerika'da 3 yaş ve ondan çoğun balaga cinsi fark hakkında ders ötüş, düşünce bir gerek mi gerek emez mi degen talaşlar atışlar var. Bir kısmı yerler başlayıp bunu. 3 yaşlık balaga cinsi münasebet hakkında söyleydiğin neslen. Anikin erlerinin ayal boğuluşu, ayallarının erge özgürüşü katarlık işler var. Bir kısım mektepler, eğer bir okuvchi o'zini o'g'ilvollikni qizvolliqqa yoki qizvollikni o'g'ilvolliqqa o'zgartmoqchi bo'lsa, ota-onasini ruxsat olmasa bo'ldi degan qonunlarni chiqarib yo'l qo'yib, tuzumlarni chiqarib yo'l qo'yayotgan ayollar bor. Bu bir egri masala bo'ldi. Hozir Amerikaning jamiyatida jinoiy ishlar, bu ishlar intan ko'payib do'konlarni bulab ketadigan kash vaqti ishlar bo'lib ketib bordi. Oldingi kunisi Yaponiyami bir qonun chiqarib, o'xshash jinsliklarniki to'y qilishini qonun bo'yicha kafolatga ega qildi Yaponiya. Anadaki kişilerde ruhi dünyasındaki pichaklik intan eğirleşiyotidu. Amerika'dan bek eğir, mayli Amerikalik yoshlar bo'lsin, Uyg'ur yoshlarining ichidami bir qismlari shundoq hozir Amerikaga kelgan, yaqin qidanchilarning ichida kelgan Uyg'urlar yoshlar ichidami ruhi dunyosi shuncha quruq, asosan bilimsiz. Bu dünya ulardan nimani kutadi, ota-onasi nimani kutadi, millat nimani kutadi. Allah bulardan nimani kutadi, qanday yashashni talab qiladi, ishini xabarsiz. Urun, ishashni xohlamaydigan. Ota-onasining pulini tayanib yashab, boshqa qilib qolgan. Ajoyib ichinchi ahvollar bor. Andan keyin 2020-yildagi Amerikadagi prezidentlik saylimi bir intan cho'ng bir ishni pash qildi. U nima deganda, biz nurg'unlarimiz hozir qadar agar bir davlatning siyosiy tuzumi mukammal bo'lsa, bu davlat, bu jamiyat to'xtamay oqirab ilg'ilab mang'udi deb o'ylaydik. Ayni vaqtda Amerikani qurgan kishilar bu Amerikaning sistemasini intayin isil laylabdi ekan. Amerikaning asos qonunini intayin isil laylabdi ekan. Buniki mundaq bir qancha alayliklari bor. Birincisi adliya ministerligi mustaqil bo'lish. Adliya ishlari mustaqil bo'lish hukumatdan. İkincisi 3 huquqni ayirib etish. Qonun turg'izish organiniki huquqi, ma'muriy huquq va qonun ijro qilish organlarining huquqi. Bu 3 o'rinniki huquqni ayirib etish bir-biridan. Mushtaq narsalarni o'tirib qo'ygan ekan. Shunga Amerika bugungi davrda dunyodagi eng nur chaqnagan bir davlat bo'lib, butun dunyodagi demokratik davlatlarga ulgu bo'lib boshqa minib kelayotgan. Lekin 2020-yildagi prezidentlik saylimida Amerikaniki asos qonuniki yo'li biroz tavrandi. Bunun tavranishi qanday alomatlari bor desanglar, birinchisi Kongress, Avam palatasi bilan Kengash palatasi. Bular o'ziniki mustaqilligini saqlamay bir partiyaga yoki bir siyosiy guruhga xizmat qiladigan bir ahvolni ifodaladi. Kongress degan qonun tuzish organi Amerikaniki. İkincisi qonun ijro qilish organi, Amerikaniki bosh soti va adliya ministerligi. Bularmi o'ziniki mustaqilligini yo'qotib bir partiya yoki bir guruh tarafga og'di.
Bu bir ahval görüldü. Üçüncüsü, her qaysi shtatlarniki meclisleri bularmı o'ziniki mustaqilligini yo'qotib bir tarafga og'di. Anakin to'rtinchisi, shu huquq, qonun ijro qilishda intayin muhim rol o'ynaydigan ijtimoiy taratquchi shirkatlar, cho'ng shirkatlar. Bularmı o'ziniki mustaqilligini yo'qotib, ma'lum bir partiya yoki ma'lum bir shaxslar uchun xizmat qiladigan maydonni tutdi bular. Buning ta'siri hozir qadar bor. Şuna kelajak saylam qanday bo'lganligini bilmaymiz. Şuna yuqorqi 4 o'rin Amerikadagi 4 soha normal xizmat qilolmaydi 2020-yilda. Buniki bu hozir davomlashyotdi. Buniki shu ijtimoiy taratqu sohasidagi shirkatlarning misoli Google, Facebook, Twitter'ga qarab basanlar bo'ladi. Qanday bo'lib ketganligini yaqinqi yillarda. Şuna bu ahvaldan biz nimani bildik deganda, bir davlatniki sistemi intayin yaxshi bo'lsa-mu, shu sistemni qo'g'dab, qonunni to'g'ri ijro qiladigan odamlar bo'lmasa, o sistemni o'ziniki aslidagi funksiyasini yo'qotib qo'ydik. Hozir Amerika butunlay gumron bo'lib ketgan yeri yo'q. Lekin hozirgi yuzlanish yaxshi emas. Dünyadaki bir çırgı buluş orni acizlap menyapti hozir. Bu taraqqiyot qachon qaysi darajaga boradi bilmaymiz. Şuna agar insonlar eski insonlarga o'zgarib ketsa, yaxshi sistemni hayot qilolmaydik. Bizniki yaqinda bo'lgan bir cho'ng ahvolimiz shu. Buniki ifodalari hozir nayt eg'ir, men o'tgan qatda bu videoda dedim hozir. Amerikadaki xabarlarni ko'rishim odam shunday ko'ngilsiz ish bo'lib ketib boradi deb. Shunga bu jihatdan ig'ir ahvollar bor. Yaqinda biroz buni yaxshilash jihatlarida bir qism tadbirlar ilinyotdi. Shunga bu qanday bo'ldi uqmaymiz. Yana birisi 2022-yil o'tgan yil 11-oyda ChatGPT degan bir narsa o'tirib chiqdi. Bu sun'iy aql o'tirib chiqib, bu hozir dunyoni bir qatim titratdi bu. Bu narsa sun'iy aql intayin tez taraqqiyot qilyotdi. Hozir bu taraqqiyot qaysi darajaga bordi desanglar, yaqinda birisi Amerikaniki sobiq prezidenti Trumpniki so'zlagan bir nutqining videosini chiqaribdi. Bu yolg'on, shu aqli sun'iy aqldan foydalanib chiqib ishlagan. Lekin qarasanglar, uning yolg'onligini farq qila olmaydi. Ehtimal bir kunlar sizlar meniki bu videoda sizlayotgan narsalarni ko'p qilishingiz mumkin, ammo o'zim qilgan emas. Haqli yozgan sun'iy amramash chat GPT'dan foydalanib nutq xalqlarning ovozini shuncha to'g'ri olaydi ekan. Mundaq bir odamningki suratini chiqarib, mundaq ish qilayotgan desa, shu yerda bir ismini siz bir ekan. Ish qilib, internet vashi taraqqiyotida bu narsa. Shunga hozir nurg'un kishilarda andisha bo'lyotdi. Burunqi normal inson hayoti damlash alamda yo'q. İnsan cemiyeti damlash alamda yo'q. Bu nega bordi o'zgarib degan jihatda. Hozir yaqinqi shu internetniki taraqqilishi bu sohasidan kishilarniki aqliy kuchi intayin shiddat bilan tushib ketib bordi hozir. Kishilar urilishib ketdi, burunqida uyanmaydi. Burunqi donliq odamlarniki o'ldirib qarasanglar, intayin bir cho'ng uyi kitobxona. Yüzlagan, minglagan kitoblar tizib etilgan, bular shu kitobni o'qib, anandakin donliq bo'lgan. Hozir naqshlarni ko'rib olmaydi. Kishilarniki o'zgarishi ana ahvoldan yiroqlab ketib bordi, urilishib. Bundan maqola yozadigan, hisob ishlaydigan, bu narsalarni hisoblab sun'iy aqlga qig'il sag'iltirsa, yanada isib chiqayotgan kishilarniki aqli kuchi intayin ojizlab mangdi degan gap. Stephen Hawking degan bir donliq fiziki olim bor. Angliyalik. Bu odam o'lib ketdi. Bu odam bizning idoraga ko'p keldi burun. Shu cho'ng portlash nazariyasi jihatda, nisbiylik nazariyasi jihatdan chiqishni qilgan odam bu. Ama Nobel mükafatı erişip bakmagan. Bu adam ölüp ketişten burun bir gapni qilgan. İnsaniyet en köp bo'lganda
Bundan keyin yana 1000 yil yoki 2000 yil yashay olish mumkin yer sharida deb. U odamni ko'zida tutqani insonlar keltirib chiqargan vayronchilik sababidan insonlar jamiyati yo'qolishi vayron bo'lishi mumkin deb a nuqtadan degan endi birisi muhit yana birisi qolgan axloq o'buja qolgan urush atom bombasi degan narsa jihatlardan lekin yuqorqi ishki ahvol odamni pek andishaga soladi 1000 yil 2000 yil davomlashalamdiq yoki undan burroq vayronchilik uchramdiq degan işte ahvol bu. Bu ahvollar butun dunyo o'xshash darajada duch kelgan ahvol. Bu qandaqda uyg'urlar uchun alohida ahvol emas bu. Endi hozir yaqinda uyg'urlar duch kelayotgan yana bir ahvol bu. Yana bir qancha ahvollar bor. Buning birisi albatta vatanlik vayronchilik. Uyg'ur millati va Uyg'ur vatanniki vayronchiligi. Buni hammamiz bilamiz. Men yaqinda Ikkinchi Dunyo urushi mezgildagi ahvollarni ko'rsatadigan kinolardan nechini ko'rdim. Hamisida Yahudilar uchragan qirg'inchilik bayon qilingan ichida ko'rsatilgan endi. Nurg'un o'yladim bu sohada. Qandaqdir Yahudilar siftagan chog'da mening davomli ko'nglim yerim bo'lgan bir yeri bor. Keyin o'ylab bu qasidi nima uchun mushta bir ko'nglim yerim bo'ladi deb o'ylab keyin tushunganim Yahudilar irqiy qirg'inchilikka uchrab 1945-yili Ikkinchi Dunyo urushi oxirlashgandan keyin Yahudilarning hammasi o'zi burun yashagan joyga qaytib berib bo'lgan ahvollarni fosh qilib zodi qanchalik Yahudi o'ldi, qanchalik Yahudi qandaq vayronchilik uchirdi, bularning hammasini xotirlab shundan tortib o'zlariniki fojialarini kino qilib ishlab kelyotdi bular. Bundaq kino hozir ishlanayotdi. Bu yil ishlandi masalan 2023-yili. Men taqa yaqinda bir yangi kinoni ko'rdim bu vaqtda. Aşağı bu vatıdı. Endi bizning ahvolimiz shu desa, biz dastlabda Uyg'urlar uchragan fojiani dunyoga bildirsak, bizga yordam keladi deb o'ylagan. Shu butun kuchimiz bilan aşağıda kuchigandik biz. Hozir o'zimiz topalagan uchurlarning hammasini sirq chiqarib bo'ldik. Lekin bizga u yordam kam edi. Uyg'urlar zodi qanchalik ziyon uchirdi buni uqmaymiz. Men o'zim egallagan ma'lumotlarning hammasini xalqaro Twitter orqali yoki yig'in dokladlarda, suhbatlarda deb keldim. Uni boshqa narsa qilamadik. Hozir Xitoy bo'lsa, o'tkazgan jinoyatlarini yushirish uni xalqaroniki isdan chiqib etish yo'lida qattiq tirishyapti hozir. Yaqinda nurg'un qadamlarni oldi bular. Ularning hammasini bu yerda deydigan vaqtim yo'q meniki. Bu bir cho'ng tarafi. Biz tek qarang'uda bu jihatda. Yana bir ish hozir Uyg'urlar duch kelgan. Chet eldagi tashkilotchilikdagi qalamqonchilik. İntayin tetiksiz işler var Uygurların içinde bu vatkan. Bununki Uygurlar için gösterken tesiri yaxşı olmavatıdı. Bu işler Uygurların iradesini boşlavatıdı çeteldeki ümitsizlendirvatıdı. Şuna dava sebebi kıdığallar köpeymeyi azıyıp sükütü turdağallarının sanı köpeyip degende işler bu vatıdı. Yeni bir iş Uyg'urlarchidagi yetakchilarniki sapasizligi va layoqatsizligi. Bu intayin ig'ir masala bo'lyotdi. Men bu jihatda hozir bakroq ko'zda tutayotgan bir masala Uyg'urlarniki bola tarbiyasi masalasi. Dunyo 150 yildan ko'proq vaqt sarf qilib Allah'nınki ballı terakkiyatı sahasideki kanuniyetlerini bayqaş, tepip çıkış, ügünüş, muşindak işlerini kıldı. Hazır dünyadaki, g'arbdeki dağınlı metaplarga qarasanlar, hemmisi de birden ballı terakkiyatı, child development degan fakultet var bu metaplarda.
Bolalarni tarbiyalaydigan kishilarniki hammasi ashada tarbiyalanishi kerak. Bo'lmasa ular bola tarbiyalash sohasiga kirolmaydi. Bu jihatda mening o'zimdagi bevosita boshdan kechirgan ishlar bor. Men 1990-yili Amerikada fizikada magistrlik olib, elektr injenerligida doktorlik o'qiyman deb 6 maktabga o'tmas qildim. Hammasi qabul qildi. Lekin hech qaysi menga o'qish mukofot puli bermadi. O'qish pulini o'zim to'lamasam bo'lmadi. Shuning bilan bir yil ishlab pul yig'ib, undan keyin berib o'qay deb xizmat izladim. 1990-yili Sovet ittifoqiga yangidan gumron bo'lgan vaqtda shuni Amerikadagi nurg'un davlat mudofaasi bilan munosabatlik shirkatlar taqilib ketib, ishsizlar ko'payib ketib, xizmat tepish intayin tez bo'lib ketdi. Men xizmat topolmadim. Fizikada olgan magistrlik unvonim bilan xizmat topolmadim. Menga foydasiz bir ahvol, men bir chet ellik. Shu chog'da agar ishlasam, 18 oydan ko'p ishlayolmaydim. Amerikaniki qonun bo'yicha 18 oy praktika sifatida ishlay olmaydim, undan ortiq ishlay olmaydim. Ashta boshqa ish qilmaydi meni hech kim. Shuni bola boqay deb Hollywoodning artistlarning bolalarini boqsa balki pulni jiq berdi ekan, $2000 maosh berdi ekan deb anglab, bozordan gez setib olib, uning ichidagi shu bola boqadigan xizmatlarni tepib telefon qildim men. Men bola obdan boqaman, o'zimniki ukurlarini boqqan burun. Ashta shuni telefon qilsam, bular ovozini anglablamkin, sen erkansan olmaymiz deb turib oldi. Şundan dedim, ben bir ay baktım, olsam mı balımdan bakmaman. Bir ay sana bir ay da baktım. Ama almaydı hiç kim. Ondan keyin yesil, küçük balalar, mektep yaşı toşmagan balalar, okuyduğun balalardan haber aldığın yesillara berip hizmet tapayı da uyarım berip baktım. Ama ola kinişkisi yok, balı kışta kinişkisi yok. Adamdan almayı keşke. Yesilgam almayı. Şonla bu qandaq kinişkini qandaq ağılılığını deb uni so'rashga baxsam, shu Child Development, bola taraqqiyoti degan fakultetda nayt muhim darsdan 3 ni tanlamasa bo'lmaydi ekan. 3 dars, 9 o'qish numeri. Unit deydi uni. 9 unit olmasa bo'lmaydi ekan. 3 dars o'qib 9 unit o'qish numeri elib, anda kinishka olmasa yesligimi ma'lum bo'lmaydi ekan. Hozir yaqinqi Uyg'urlar duch kelgan fojia, irqiy qirg'inchilik, chet eldagi Uyg'urlarning o'zimizning ona tilini saqlab qolish, madaniyatini saqlab qolish, urf-odatini saqlab qolish, kichik bolalarda Uyg'urlik tarbiyasini olib berish jihatda cho'ng to'lqin qo'zg'ab, nurg'un yerlarda maktablar qurilib ketdi. Ko'p tirishchilikni ko'rsatyapti nurg'un ota-onalar, o'qituvchilar degandek. Bu bir intayin yaxshi ish. Lekin bizga intayin foydasiz ahvolmi bor hozir. Bo'libmi ba'zi davlatlarda Uyg'ur bolalarniki o'qishdagi maktablardagi nomi yaxshi emas. Sababi nima desa, yukka haddan ziyod og'ir bo'lib ketib, sinfga borgan joyda uxlab qolib, ular dars anlayolmay uxlab qolib, yerketganlar uchun ashta sababdan yoki o'qishni yaxshi o'qiy olmaydi degandek mushtab ahvollar bo'lyotdi. Endi bu meniki bak o'ylaydiganim, bizningki kelgusimiz uchun yosh avlod intayin muhim. Hozir mushtaq bolani tarbiyalash sohasida ishlayotgan Uyg'urlarning ichida dunyoda 150 yildan ortiq vaqt jarayonida taraqqiy qilib vujudga kelgan, Alloh chiqargan qonuniyatni bayqab turib vujudga kelgan bola taraqqiyoti degan ilmdan xabari bor odamlar qanchalik degan savol bor kallamda. Mush ilmdan xabari bor ota-onalar qancha persat deganlaydi. Bu bir savol bor. Shunga meni bek andishga soladi bu ishlar. Buni men bugungi videoda hozir Uyg'urlar duch kelgan masalalarning birisi deb tilga olishim sababimiz shu. Shu chet elda bola taraqqiyoti kasbida, bolalar ma'rifida o'qigan Uyg'urlar bor. Menimcha bizning mo'ljalcha 10 dak odam bor bo'lishi mumkin.
Sizlar bir kitap yazsanglar bo'ldi yoki bir maqola. Shu bola taraqqiyoti degan ilm zoti qandaq ilm bu? Uncha nim bu? Odatdagi ota-onalar tushuna oladigan, odatdagi mana shu bola tarbiyasi bilan shug'ullanayotganlar tushuna oladigan bir maqola bo'lsa bo'ldi. Kitob bo'lsin texmi yaxshi. O'lish baqasizlar. Qisqasi Uyg'urlar hozir mana masalaga duch kelyotadi. Shunga qanday qilishimiz kerak? Biz qanday qilsak bo'ladi? Yaqinqi ahvol yaxshi emas. Men degandek hozir sukut turadigan Uyg'urlarning soni ko'payib ketib bordi. Davodan chiqadigan kishilarning soni ko'payib ketib bordi. Yaqinqi vaqtlarda namoyish bu narsa chiqadigan odamlarning soni intayin ozayib ketyapti. Bu Uyg'urlardagi irodaniki bo'shishi, umidniki yo'qolib ketishi dim bo'lyapti bu bir taraf. Yana bir tarafi albatta Xitoylar hozir intayin rezil taktika bilan bir qism odamlarniki vatanga berish yo'li qo'yib, bir qism ota-onalarniki yoki boshqa tuqqanlarniki chet elga chiqish yo'li qo'yib, shu orqali chet eldagi Uyg'urlarniki siyosiy da'voga qatnashishini to'syapti ular. Unum beryapti bu ishlar bu. Ashta bo'g'ashqa hozir hammamizninki oldida bundan keyin qanday qilamiz degan savol bor. Biz dunyoni o'zgartira olmaymiz. Ammo o'zimizni o'zgartira olamiz. Biz 2017-yildan boshlab Uyg'urlar intayin og'ir fojiaga duch keldi. Irqiy qirg'inchilikqa duch keldi. Ammo bizni qutqazg'ili hech kim kelmadi. O bu ishlar bo'ldi. Ilmiy deklaratsiya yig'inlari, ilmiy yig'inlar, suhbatlar, televizorlarga chiqishlar, qonun loyihasini chiqarishlar, qaror ilishlar degandek ishlar bo'ldi. Lekin Uyg'ur qirg'inchiligini to'sadigan, Uyg'urlarga haqiqiy manfaat beradigan bir narsa vujudga kelib boqmadi. Uyg'urlarga Turkiy qarindoshlardan yordam kelmadi. Musulmon qarindoshlardan yordam kelmadi. Biz o'z oldimizga qoldik. Hozirgi umumdagi ahvolni kuzatgan chog'da bundan keyin biz o'zimizning kuchiga tayanishimiz kerak. Shundaqda biz qanday qilamiz? Mushta hozirgi sharoitda qanday qilganda biz irodamizni yuqori tutib, ishonchimizni kuchli tutib yashay olamiz degan savol bor. Men bu to'liqcha o'ylandim yaqin yoqi. O'ylanib sizlarga men o'zim qanday yashaganligimni bir dapiray deb o'ylayapman. Men buningdan 50 yil burun, buningdan yarim asr burun bunday bir ishni qilgan. Aqsu 1-o'rturniki to'liqsiz o'qiyotgan vaqtimda men o chog'da sinfniki o'rganish aytimi yoki sinf boshlig'imi bilmayman. Shu chog'da Uyg'ur o'smirlar uchun tunji kitob nashrdan chiqqan. Kitobning ismi Qizil Pupuklik Nayza. Bu kitob asli Xitoylarniki kitobi bo'lib, shu Uyg'urchaga tarjima qilingan, yangi yozda nashr qilingan. Biz u chog'da men 1-sinfdan boshlab yangi yozda o'qigan. Yangi yozda o'qidim, arabchani, Uyg'ur koniyasini o'zimga olgan 1-sinfdan. Slaviya yozuvi bilan koniyasini 1-sinf vaqtida o'zimga olganman. Ama kitap yangi yozda bo'yicha chiqqan. Men o kitobni ko'rib, intayin xo'shib ketib, sinfimdagi bolalarga deb, "Mustafa kitap chiqdi, o'qinglar" deb bolalardan pul yig'ib, kitobxonga berib, kitobni setib olib, ko'tarib, akilib, sinfga taqib bergan bolalarga. O yet kitap setib olgan shunda, esimda bor. 1973-yili. Bundan 50 yil burun. Mushta shuni qilgan. Bu bir misal. Men ashunday yashashni to'xtatmadim undan keyin. Undan keyingi cho'ra qilgan ishlarniki bunda bir qancha yillarga deb ketay. 1993-yili Amerikada Tangritog' o'quvchilar uyushmasini qurgan do'stlarim bilan birlikda. Ingliz uni qisqartib TOSA deb ataydik buni. 93-yili qurgan vaqtimizda Amerika bo'yicha Uyg'ur oilasidan 17si bayqalgan. Men shu chog'da bir telefon daftari yasagan, hozirmi bor u menda. 17 oila Amerika bo'yicha. 1998-yili Amerikada UAA qurildi, Amerika Uyg'ur birlashmasi qurildi. Men u chog'da saylovga qatnashib, 3-o'ringa erishib, bilat olishdi. Bosh sekretar bo'lgan.
2006 yılı Türkiye'deki Abdülhamid Karahan inimiz bilan birlikte Türkiye'ye vatandan o'quvchilar chiqish ishini qildik ikimiz birlikte. Necha yuz o'quvchini chiqdik shu oraliqda. Türkiye bergan o'qish mukofoti uchun endi. Bu chog'da Mehmet Rıza Bekin akimizning yordamida qildik bu ishni. Keyin bu ishni ba'zida chiqib Mehmet Rıza Bekin akaga Erkinsizlikniki Beijingda bir ishxonasi bor ekan. Türkiye'ye chiqqan har bir o'quvchidan 30 ming so'mdan pul oldi ekan deb chiqib yurib, keyin bu ishni to'xtatib qo'ydi. 2009 yılı Türkiye'de Uyghur Akademisi kuruldu. Bunu Abdülhamid Karahan inimiz baş bulup nurgun japalan çekip nurgun yollarını kurdu. Ben akıstırıp edim. 2010 yılı 2 ketim bağdım Türkiye'ye. Üzerimdeki nasihati hizmetinden sorap bütün çıkıp bizden çıkarıp degendek 2 ketim bağdım. Onun dikim her yıl bir akatimden berip Uyghur Akademisi'nin işini bağındırış için. Açta tırıştım. 2017 yılı 5. yanı 31. günü Uyghur Meşal Grupasını kurdum. Chet elde. Bununki köplegen neçe 10 azası var. Bizdeki dastlabki qarashimiz 5 tildan 9 tilgacha bo'lgan tillarda murojaatlarni chiqardik biz. Onun ichida albatta inglizcha bor. U vaqtlarda ingliz tilida siyosat vaqildiganlar ancha ko'p emasdi. Biz bu ishni boshlagan vaqtimizda 2017 yili bizni boshlagan dastlabda o yerda murojaatlarni chiqardik. Bularning ichidagi eng ko'p imzoga erishgani 100 mingdan jaraq imzoga erishdi. Bu grubumuz hazırmı bu? Bu grup hazır. Uyghur Project Fondu'nun etrafında. Yeni toxtama iş kıvatıdı. Namsız, cimcit. Emni iş kılıdı. Hiç kandak nam menfaat. Bir nesne kol açmaydı. 2019 yılı Uyghur Project Fondu'nu kurduk. Ben şu vaxtlardan başlayıp yine Dünya Uyghur Kurultayı, UAA, Amerika Uyghur Akademisi, Sarxilla Ma'rifi, robot sınıfı Türkiye'deki ilaga maslahatchi bo'lib ishlab beryapman hozirmi shundoq. Men ishlatadigan e-maildan, ilxatdan 10dan jiqi bor meniki. Men o'xshamagan yerlarga o'xshamagan e-mail ishlataman. Hozir 10dan ko'p e-mailni tang ishlatib menyapman. Ish qilib ben başta yaşab keldim. Ben sizlarga 50 yilnikini deb qo'ydim. Mamlakatda undan burun boshlagan. Endi meniki o'ylaydiganim biz qandaq natijalarga erishadiganligiga o'zimiz kafolat qila olmaymiz. Ammo qandaq tirikchilik ko'rsatishni o'zimiz belgilaymiz. Allah kishilarni ular qo'lga keltirgan natijaga qarab emas, natijani qo'lga keltirish yo'lida ko'rsatgan tirikchilikka qarab turib mukofotlaydi. Mening tushuncham shunday. Ondan keyin Allah her birimizniki qandaq yashayotganligini ko'rib turdi. Şu biz bir iş qilgan chaqda Mehmetniki, Saymetniki bilmay qilishidan ansirishimizning hojati yo'q. Men davomli atrofimdagilarga deyman, Allah insonlardan nimani kutadi deb. Allah insonlarga bergan narsasini qaytarishni kutadi. Nim bergan insonlarga? 2 qo'l, 2 put, 2 ko'z, 2 quloq, aql, mina, qobiliyat, talant, başka narsalarni bergan. Meniki ben bir ishga intan kuchlar ishlayman u bo'lsa-mu, insonlar shu Alloh bergan narsalarni eng yuqori darajada ishga solib yashasa, Alloh eng rozi bo'ladi bu insondan. Bu ish hozir Uyg'urlar uchun intayin zarur. Shunga albatta men degandek Uyg'urlar duch kelgan intayin cho'ng masalalar bor. Oqibatimiz qanday bo'ldi bilmaymiz. Lekin biz Allah'ın qarzini yandırış, milletin qarzini yandırış yolunda canını alqanga qo'yib, o'zimizniki barlig'ini atab qattiq tirishishimiz kerak. Ashta yashasa adam hozirgi sharoitda bu tushkunlashmay, ro'ysunmay, ishonchni yo'qotmay yashab bo'ladi. Men ashta yashayman hozirmi? Mening nasal xizmatim bor, intayin ig'ir xizmatim.
Mən hazır qədər qılıb baxmagan qarindaşlar. 3 insonga, 3 odamga, 3 Uyg'urga napirdigan ishlarni qilib beqinglar. Qanday hissiyat qilasizlar? Ajoyib hissiyat keladi odam. Xo'shallikning nurg'un manbalari bor. Boshqalarga yordam qilib, shundan keladigan, shunda erishadigan xo'shallikmi ajoyib hissiyat. Uni o'rnini boshqa narsalar bosa olmaydi. Men buyurilgan yordam va tirishchilik deb bir maqola yozdim. Onun içinde nurg'un misollar bor. Bizniki diniy tariximizdagi misollar va yaqinqi tarixdagi misollar, Ikkinchi dunyo urushidan keyingi ahvollar hammasi bor. O'qib beqinglar. Allohning buyurgan yordami bor. Uni qanday erishgili bo'ladi? Aslında bayon qildim men. Buniki hozir tirik misoli bor. Hozir biz yashayotgan davrda mavjud hozir. Ular kim desanglar, Ukrainaliklar. Ukrainaliklar yordamga erishyapti hozir. Allohniki buyrug'i bilan boshqa insonlarning yordamiga erishyapti. Allohning urlashtirishi bilan. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib, dastlabki vaqtda men ismini qilishda Polangu deyman, Polan Uyg'urchani nima deydi hozir ism kamayotdi, kechiringlar meni. Bir charchaqlik o'zim. Poland hükümeti Zelenskiyga sana ayıplar vataylik geçip geldi bizim devletimizge. Bu sizin hayatın xatar içinde degende Zelenskiy bana beni kurtulduğun ayıplar vatmay, bana harbiy yordam vatanlar, kural vatanlar, bomba vatanlar. Ben mişatin ketmey Ruslarla yetişmen degen. Hazır Ukrayna'ya galibi kılıp, Rusya mağlup olup, Rusya parçalanıp, biz bulunduğun Rus imperiyası, yoki Rus devleti mevcut olmaydigan bir ahvolga qarab menyotyapti hozirgi vaziyat. Yüzlenish. Men ash o'zimning maqolasida Yahudilarni, Germanliklarni, Yaponlarni tilga oldim. O'shalarni tushundirdim. Bu uch davlatniki odamlari musulmon emas. Ammo Ikkinchi dunyo urushida shunchalik vayron bo'lib ketsa-mu, hozir yana qad ko'tarib dunyodagi eng kuchli millat, eng kuchli davlat bo'lib yashayapti. Bu yerda bir qonuniyat bor. Qanday kishilar Allohning yordamiga erishadi deydigan qonuniyat bor. Buni ochmoq qoldi bayon qildim men. Shunga qiziqadigan qarindoshlar, bu buni qarindosh aslida alami qarindoshlar bir o'qib beqish kerak deb o'ylayman. Qısqası, hozirgi sharoitda biz qo'limizdan keladigan ishlarning hammani qilib, eng yuksak darajada tirikchilik ko'rsatib yashashimiz kerak. Ondan keyin bolalarimizni yaxshi tarbiyalab, o'zimizni kuchlantirishimiz kerak. Men bu to'g'ri qayta to'xtatyapman. Bolalarni yaxshi o'qitish, bolalarda Uyg'ur qiymat qarashini yetildirish hamda bolalarni tashkillanishga yetaklash bu pek muhim. Hozir Uyg'ur yoshlari ichidami, g'arbdagi Uyg'ur yoshlari ichida bir xil tashkillanish bor ekan yo'q. Bunidagi texnik sistemlik olib berishimiz kerak. Ular intayin kuchli. Yaxshi tarbiyalangan Uyg'ur yoshlari intayin kuchli amaliyotda. Ularning raqobat kuchi intayin kuchli. Mayli g'arb ellarida bo'lsin, mayli Turkiyada bo'lsin, bir top yoshlar bor. İntayin kuchli yetishib chiqqan yoshlar bor. Aslida ishlarni bir statistika qilib, chet eldagi Uyg'urlarga tunishtirish kerakdi. Men ayni vaqtda netinchilik Uyg'urlar deb 50 odamni tunishtirib, maqola yozib, vatanda e'lon qilib, buni vatanga yoshlarga ilhom berish uchun keyin uni bir kitob qilib chiqarib qo'ydim. Bu ishni hozir qayta qilish kerakdi. Men oraliqda biz yaqinqi vaqtlarda chet ellarga bir yig'lab ketdik. Xitoylar undaq qilyapti, biz bundaq qilyapti deb. Amaliyotda biz yig'langan millat emas, ojiz millat emas. Nayt kuchli millat biz. Nüfusumuz ko'p bo'lmasa-mu, mush kuchli millatligimizniki namoyandasi bo'la oladigan nurg'un ahvollar bor chet elda. Har xil kasbiy sohalarda intayin yuqori darajada ishlayotgan odamlarimiz bor. Amerikaning Oqsaroyida 2 odamimiz bor. Yaponiyadagi parlamentda bir odamimiz bor. Undan boshqa NASA, boshqa
Dağınlık dünyadaki dağınlık şirketlerde tatbikat uğurlayacak Uygurlarımız var. Biz müş adamlarını tizip İngilizce mezmunu tizip muşun dünyaya közetken olsak dünyanınki istaşlık gücü yetti bizga texmi. Bu Uygurlar aslında jig'langan millat emaskan, bu ishqalagan millatga. Xitoylarniki ziyonkashligi, irqiy qirg'inchiligi tufaylidan bugungi kunga qolibdi deb boshqa ish qiladi. Men bu to'g'riliq biroz harakat qilib baqdim. Men bir qism odamlar ko'rishib baqdim. Sizni tunishtiray inglizcha, mana bir narsa qilgan bo'lyapti, to'rbet yasagan bo'lyapti deb ko'rishib baqdim. Ammo shu hozir nurg'un kishilarniki, albatta men degan kishilarniki, ota-onalari, yaqin tuqqanlari hammasi Sharq Turkistonda Xitoyning qulda bo'lganligi uchun ular unday qilishni xohlamaydi. Uni tushunishga bo'ladi. Lekin bizda mana bir ahvol bor. Mushlarni qig'ili bo'ladigan darajada qilish kerak aslida. Meniki bu yerda bu gaplarni tilg'ilishimdagi yamir sabab biz tushkunlashmasligimiz, irodamizning bo'shashmasligimiz, ishonchimizni yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Biz unday millat emas. Men aytib faxrlanib turib deydigan bir narsam NASA'da ishga Uyg'ur bor. Ammo menga burun bir amallik bor o'lib ketdi, turk odam. U odamning gapirishicha, u odam GE ishlaydi. General Electronics'da. Shu General Electronics'niki yadro elektr stansiyalarındaki yadro qazinining bexatarligiga mas'ulligini qilayotgan kishi. Turklarning ichidagi yuqori darajalik bir texnikalik odam. Shu odamning gapirishicha NASA'da texniklik sohada turk yo'q degan menga ayni vaqt. Ammo Uyg'urlar bor. Ana hozir yosh o'smirlardan yine 5 tak yoshlar az tirishyotidu kirgizlar NASA kirimizda. Şuna Uyg'urlar umidsiz kerak. Endi albatta biz dünya xarakterlik duch kelgan ikki masalani dedim. Birisi Amerikaniki siyosiy sisteminiki uliniki tavravatqanligi. Bu bir masala. İkincisi sun'iy aql. Mush ikki narsaning sababidan dunyaniki buniki ahvoli qanday bo'ladi? Bu jihatdan ko'p endişe bor. Men bundan başqa Uyg'ur bolalarini kuchlik Xitoy bilan raqobatlasholadigan qilib tarbiyalashning muhimligini dedim. Mushun munosabatlik bir ish bor buni qisqacha qilib. Hozir G'arb ellərdə, bulub Amerikada nurg'un Uyg'ur yoshlar kompüter programmasını sınaq qildigan, xizmatni qildigan kompüter kursiga kirib o'qiyotdi. Bu intayin yaxshi ish. Bu mushtaq kursdan hozir qilayotganlar meniki mening bildiğimden 3 odam bor, 3 maktab bor Amerikada. Kuzat Altay inimizni amalan bilamiz. Bu inimiz nəhayət yaxşı ishni qildi. Bulubmu burun vatanda nəhayət yaxshi o'qib, oliy maktablarni bitirib, chet elga kelgandan keyin birisi kasbiy o'zim bir o'qigan kasbiy chet elning ahvoliga mos kelmay, loyiha xizmat topolmay, biroz tuan darajali xizmatlarni qilib yashayotgan Uyg'urlar. Shu kompüter kursida o'qib, 6 oylam o'qib, nəhayət yaxshi xizmatlarga erishib, yuqori maoshli puldorlardan bo'lib ketdi. Bu intayin çok yaxshi bo'ldi bu. Chet elda, vatanda tarbiyalanib, Amerikada kelib qolgan yesh cho'ng kishilarniki duch keladigan bir ahvoli bor. U nima desa, biz o'zimizni sotolmaymiz. Amerikada xizmatga iltimos qilib, biz bir xizmatga kirmoqchi bo'lsak, ular intervyu degan bir narsa bor, yuzma-yuz suhbatlashishadigan. Bu yüz söhbətləşdə bu adamniki kəsb iqtidarı, micazi, başlarla birlikdə işləş iqtidarı, adətləri deyəndə nurun nəslərini sual soraydı bunlar. Qəribdə tərbiyələnməyən Uyğurlarniki müsaadiki iqtidarı tövən. Biz undaq tərbiyə görməyən. Aşağı bu başqa nəhayət iqtidarlıq adamlarımız mı özünü satanmay şirkətlərə öz layiqli xizmət girişəməyə ahvalları ağır oldu. Andım şundaq qarindoshlarımızın cıxları, mesela aşxada işləvatqan, işləyən, taksi aydıqan, Uber aydıqan və başqa işləyən nurun qarindoshlar
kompüterda o'qib, hozir kompüterchi bo'lib ketdi. Bu bek yaxshi ish. Ammo yangidan to'liq o'tirini bitirib, jamiyatga mang'an, chet elga intan kichik kelgan yoki chet elda tug'ilgan mushtaq yoshlarning bir qismimi haqiqiy muntizam oliy maktablarda o'qish bitirib xizmatga kirmay, 6 oylik kursga yugurib ketayotgan ahvol bor. Oson yo'l, qisqa yo'lni tanlab ketayotgan ahvol bor. Bu ahvol ayni vaqtda bizning vatanimizda yuz bergan ahvol bilan o'xshaydi. Biz vatan nima ish yuz berdi? Nurg'un kasbiy xodimlar o'zining xizmatini tashlab, tijoratchilik qilishga kirib ketgan. Pulni tez topqildi, ko'p topqildi ekanda. Bu nurg'un kishilarning qalbisida bu pul hamin hal qiladigan omil bo'lib qolgan. U mayli. Agar biz bir mustaqil millat bo'lib, mustaqil davlatimiz bor bo'lib yashayotgan bo'lsak, albatta ishlarning hammasi normal ishdi. Lekin bizning oldimizda intayin og'ir vazifa bor. Millatni qutqizish, vatanimizni qaytarib kelishimiz kerak. Buningda yoshlar intayin muhim rol o'ynaydi. Mushu hozirgi aqliy abatiman degan ChatGPT o'xshash narsalarniki taraqqiyoti bilan hozir insonlar qilayotgan bir qism xizmatlar yo'q bo'lib ketadi. Buning ichida mushu kompyuter programmasini sinab qiladigan ishlar yo'q bo'lib ketishi mumkin. Bu ish hozir o'yinli bo'lib ketadi degan gap emas bu. Ammo men necha odamlarga paramlashdim. Kelgusida mushtaq bir ehtimollik bor. Qancha ichida bo'lganligi notayin, aniq emas. Mening bu yerda bu gapni deyishimga sabab hozir to'liq o'tini bitirib jamiyatga menayotgan yoshlar sizlarmi kompyuter kursiga kirib olmanglar. İmkan bor. Bizde bir qism muntizam o'qigan, bakalavriat unvonini olgan, magistrlik unvonini olgan, doktorlik unvonini olgan, Harvard, MIT, Stanford maktablarda o'qigan adamlar lazım. Meniki o'zimni kuzatishicha, ABTmen degan kompyuter kurslarida yahudilar yo'q. Yahudilar o'qimaydi u yerda. Ko'pinchisi ko'chmanlar. Yahudilarning hozir ko'chmanlar bormi yo'qmi bilmayman, ammo o'zimning meniki kuzatishimda yahudilar o'qimaydi u yerda. Yahudilar grammatiyalar shunday qo'y. Shunga bu jihat o'ylaylik. Mushlar haqida o'ylashgan chog'da millatni o'ylab qo'yaylik. İqtisodiyotimi ham qilmanglar. Agar bakalavrlik, magistrlik, doktorlik o'qisanglar, ham qilmanglar. Men ayni vaqtda Amerikaga kelib, fizikada magistrlik, elektr injenerlikda doktorlik o'qigan vaqtimda qanday xizmat topish deb to'g'ri o'ylanib boqqan emas. Hozir Amerikada o'qib, magistrlik va doktorlik unvonini olib kasbiy xizmat qilayotgan Uyg'urlarning hammasiniki kirimi Amerikadagi kirimi eng yuqori 10% adamlar ichida shular. Demakchi, muntizam maktabda o'qisimi nayti yuqori kirim bilan yashaydigan bo'ladi. Yani sal japalıqroq. Şuna ma'bir ahvolda bu alayda tilab qo'ygim keldi. Sababi buniki Uyg'ur yoshlari. Yashash yo'lini qanday tanlash bilan munosabatlik. Ota-onalarniki o'z farzandlarini qanday yetaklash bilan munosabatlik ma'ish. Shuna bunda qo'ygim keldi. Endi biz qanday qilyapmiz? Men bu yerda Uyg'ur Project Fondiniki bir qancha ishlarimni tilab qo'ygim bor. Biz hozirmi bütün kuchimiz bilan tirishib ish qilyapmiz. Hozir yaqinda Abdulla Ayıp inimiz yine 3 parcha bolalar rasmlik kitobini tayyorlayotdi. Uniki kitobni bostirish, aniki va unda boshqa bir qism chiqimlarini biz ko'tarib bermoqchi bo'ldik. Xalqaro Uyg'ur qalamkashlar uyushmasi hozir 2 kitobni tayyorlayotdi. Uning birisi Lutfullah Mutallibniki tug'ilganligining 100 yiliga bag'ishlangan Uyg'ur tili va adabiyoti haqidagi ilmiy maqolalar to'plami. O bir kitob 450 betlik bo'ldi ekan. İkincisi bir roman, bu Lutfullah Mutallib haqida. Bu 2 kitobni tayyorlayotdi. Bu kitoblarni bostirish haqida biz chiqarib bermoqchi. Anikin Amerikada bir singlimiz hozir bir mezgil bo'ldi. Shu Uyg'urlarniki Uyg'urcha, İngilizce dersliklar YouTube kanalını açıp onu mandırıvatıdı. Yine Uyghur tili kitabı çıkarmakçı.
Uyghur tili kitabida oniki boshlarsa o'xshamaydigan abayatdan sizlar ko'z tutishni unutib qolibdim rasman ani ko'zib qo'yay Kangas xonimniki rasmiy mavi ko'stiman deb tayyorlab qo'ygandim unutib qolibdim bu singilimiz hozir bir kitob tayyorlayotdi Uyg'ur tili haqida buniki bir alayligi chet eldagi bolalarga Uyg'ur konizigini yezishni mashq qildiradigan kitob kitapның bir qismi mazmuni shunday. Bu kitaplar cho'ng bo'lmoqchi, 150 betning ko'p. Shu undaq cho'ng kitapni bolalar kitobini bostirsa amaliyotga uyg'un emas ekan. Shu uni biz PDF qilib taqtaylik deb o'ylayapmiz. Taqasak Uyg'ur tili maktablarining hammasi uniki shu varaqlarni besib chiqarib, bolalarga taqitib, xat yozishni mashq qildirsa, nayt obdan material bo'ladi deb o'ylayman. Buningga biz yordam qilyapmiz. Ondan keyin bu singlimiz yana grafik laylash darslarini ochmoqchi. Bu kitapniki PDF nüshasını taqtimiz, haqsiz taqtimiz vaqt kelgan chaqda. Ondan keyin yaqinda oldinglar, RFA'da xabar qildi. Chet eldagi ziyolilar ishlab chiqargan bilim kuch jurnaliniki 1 va 2 sonini yaqinda Bastu'da nashr qildi 500 danadan. Uniki shu nashr qilish haqini biz chiqardik. Uyg'ur Project fondidan chiqarib berdik. Bu jurnal bazı bir kısım qarindoshlarning qo'liga tegib bo'ldi. Bunikining texmi boshqaning qo'liga tegdi. Chiqib nashrdan chiqib bo'ldi bu. Bu jurnal yiliga bir sondan chiqib o'tibdi hozir. Hozir 3-sonninki tayyorligi hozir damlashyapti. Anandan keyin biz yana bir kitob chiqaramiz. Davr va biz bu Istanbulda 20 degan faoliyatdan vujudga kelgan maqolalarniki to'plami. Hozir bizga 41 parcha maqola kelib bo'ldi. Chet eldagi ziyolarniki, shu Uyg'ur masalasi haqida yozgan maqolalari. Bundan 30 parchadek maqola tahrirlanib bo'ldi. Aslida maqola yozib birman degan maqolaning soni 50 parcha maqoladi. Mening mo'ljarimcha 45 parchadek maqola kelishi mumkin. 500 betlik kitob bo'ladi bu. Buning tayyorligini jiddiy qilyapmiz. Kitobni tayyorlashni boshladik. Hozir bir qismda maqola yozyapti, bir qismda tahrirlayapti, bir qismda tarjima qilyapti. Buning ichida chet eldagi Uyg'ur yoshlardan yozgan, inglizcha yozgan maqolalar bor. Uni Uyg'urcha tarjima qilib shu kitobga kirgizmoqchi. Mushlar bo'lyapti. Mush kitoblarning yozuvchilari men sizlarga maqolangiz qabul qilinmaydi deb xat yozmagan bo'lsam, sizning maqolangiz qabul qilinganligini bildirdi. Men ayrim xat yozib olmadim, kechiringlar. Shuni buni deb qo'ydim. Bu işlerde ait ciddi menyapti hozir. Bağlash korpusi intayin ciddi ishlayapti. Tahrirlar shundoq aqaqdan. Undan boshqa Uyg'ur axborot markazining bir ingliz torbeti bor. Biz burun bütün shu ingliz dunyosida chiqqan report, doklad, xabarlarni ularni kategoriyalarga ayirib, shu torbetga chiqarib mangan. Keyin bu Uyg'ur haqida chiqadigan maqolalar bakcha qolib ketib, yetishmay qoldik unga. Uni to'xtatib qo'ygandik. Yaqinda buni sal asli keltirdik. Burunqisa o'xshamaydigan shaklda. Bo'libmi Shveysariyadagi doktor Abdushukur Abdurashid inimiz shu ingliz dunyosida chiqqan dokladlarni to'plab, uning tizimligini WhatsApp to'pida taqdiryapti. Her günde bir katım yoki bir qancha kunda bir katım. Men uni uturliq hozir Twitterga chiqishga boshladim. Anikin meniki menga tava Facebook'tan 6'sı var. Onun 3'ü İngilizce, 3'ü Uygurca. Bir inimiz şu 3 Facebook'tan 2'siga mas'ul bo'lib shu İngilizce xabarlarni shu uturib chiqaryapti. O inimizga ko'p rahmat. Men bu o'zimni kelgan yemriskim chiqaray deb urinyapman, taqsir yetishmay qolyapman. Hozir endi shu İngilizce reportlarni shu Uyg'ur axborot markazidagi İngilizce to'g'riga uturliq chiqaryapmiz. Bunga bir adam maxsus qilyapti buni. Men mush videoning ostiga uning to'g'ri adresini chiqarib qo'yman. Bu qatim kategoriyaga ayirmadik. Chisla bo'yicha chiqarib olmoqchi bundan keyin. Bu Uyg'ur masalasi haqida tadqiqot olib boradigan kishilar uchun bu nihoyat yaxshi bir manba. Xabar deb qilinglar. Do'stlarga taqdim qo'yinglar. Chiqib bu ishlarni qilyapmiz, yeni qilamiz. Mening sizlardan umidim
Uyg'urlikni saqlab qilish sohasida biror ishni qilish haqida ideyanglar bor bo'lsa, bizni izlanglar, Uyg'ur Project fondini. Agar bu yerda bir ishni qilmoqchi bo'lib, iqtisod lozim bo'lsa, bizni izlanglar. Biz imkon bor yordam qilamiz. Bu sohadagi ishlar to'xtamaydi. Shundaqdimi biz texnik ko'p qarindoshlarniki bu sohaga kirib, amaliy ish qilishini umid qilamiz. Andan keyin sizlarga yana biroz ilhom bo'lsin deb meni ba'zi ahvollarni deb qo'ymoqchi. Chet eldagi Uyg'urlarchida bo'layotgan yaxshi ishlar. Bo'libmi shu Uyg'ur Project fondiga iyon qilish sohasida meni iyon qilishning ko'p tilg'ab ketdi demanglar, ma gaplarni men burun demagan. Deb qo'ydim. Nimishqa degan nurg'un kishilar tushkilish ketib boradi hozir. Unda qilishning hojati yo'q aslida. Amerikada bir inimiz var. Bu inimiz Uyg'ur Project fondiga iyon qilib kelayotgan xil ko'p bo'ldi. Uzun bo'ldi. 2022 yılı her ayda o'ziniki maoshidan $800 bizga berdi. Buni avtomatik Uyg'ur Project fondiga qilib qo'ygan. Shirkatimi o'xshash miqdordagi pulni qo'shib turdi buning. İnimiz $800 chiqirdi, shirkatga $800 qo'shib turdi. Shundaqda har oyda $1600. Hisoblab olsanglar, bir yilga $20,000 yaqin pul oladi bu. Bizga o'tgan yil ochchiq pul kirdi. Bu inimiz bu ishni davomlashtiryapti hozirmi? Men o'tgan yil va bu yil har yili $5000 biratdim Uyg'ur Project fondiga. Men bu jihat ikkinchi o'rinda turman, aynimizning oqisida. Bu yil yana ikki qarindoshimiz $3,500 pul berdi Uyg'ur Project fondiga. Asosligi bir alayda tur bor shunga berdi. Bu pullarni shu turga yetkazib beramiz yaqinda. Bundan boshqa yana intayin adamni tasvirlantirgan ishlar bor. Hozir Turkiyada turmushniki ne kadar qiyin bo'lib ketganligini bilamiz. Bir qarindoshimiz her ayda $400 liradan beryotdi Uyg'ur Project fondiga. Yana bir qarindoshimiz $200 beryotdi. Angliyada bir qarindoshimiz bor, bir necha ayda €100 berdi. Olqa iyon to'plashga salab to'maydi bola. Har ayda degidek beryotdi. Kanadada bir singlimimiz bor. Ahvol yaxshi emas. Xizmat manch yaxshi emas, iqtisodiy kirim yaxshi emas. Oilasida kasaljan odam bor. Bu singlimizmi ashtaq bo'lsa-mu millatga bo'lgan majburiyatni ado qilaman deb har oyda Uyg'ur Project fondiga $100 beradigan qilib qo'ygan avtomatik holda. Yaqinda favqulodda ahvollarga duch kelib, buni to'xtab ketdi, ammo men bek ta'sirlandim. Mushunchilik jafoda turib, endi bular mashtaqchini qilyotdi. Gollandiyada ham bir qarindoshimiz bor. Men har qatim iyon to'plasam, qanmay pul beradigan. O'zining muqim xizmati yo'q. Nihoyatda oz puldan yashaydi. Ashtaq turibman, endi davomli pul berman deb. Bu yil biz Uyg'ur Project fondiga iyon to'plagan vaqtimizda yani €200 beray deb shu pulni o'tish to'g'riliqli yo'lmangdi. Ammo o'sha qilib qo'ychilik o'zi og'rib bonus kirib qolib, bir kunsi bonusdan turib, men uchur mangdiribdi. Aknaka pul mangdiramadim. Bonus kirib qoldim deb. Shuni men dedim, siz yaxshi davolaning. Pulni mangdima. Bu yil mangdima, pul bizga pul mangdima. Keyincha yaxshiroq bu vaqtni mangdirin deb dedim. Ajoyib isli insonlar bor. Endi yine biraz tilg'ib qo'yishga tegishli ba'zi ahvollar. Yaqinda Dünya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqin Isa inimizmi o'zi bir video ishlab ba'zi ahvollarni o'tirib qo'ydi. Hozir Dünya Uyg'ur Qurultiyi bir ishxona setib olmoqchi Germaniyada. Yaqinda iyon to'plash yapgan buningga. Germaniya bu jihatda birinchi o'rinda turdi. Ko'p pul yig'ildi Germaniyada. Mening bilishimcha $150,000 ko'proq pul yig'ildi. İkinci o'rinda turdig'ini Avstraliya. Avstraliyadagi qarindoshlar bilan kurashganman. Sydney, Melbourne, andikin aldayman. Ajab. Kechiringlar, men hozir uyquda oz uxlab biroz charchoqliq. Ashari qarindoshlar. Bularniki yuqori maoshliq kasbiy o'rin ishlaydiganlar bor, ammo uncha ko'p emas, lekin saxovat ishtirok etgan chog'larda ajoyib isli insonlar.
Müşketim şu yan toplaşqanmı 80 ming ile 90 ming dollarning arasida pul yig'ilibdi Avstraliyadan. Dünya bo'yicha qaraganda O'rta Osiyo va Turkiyadan qolsa Amerikada Uyg'urlar eng ko'p. Amerikadami puldorlar eng ko'p. Masalan, yillik kirimi, yillik maaşı 100 ming dollardan aşagan odamlar Amerikada eng ko'p. Lekin bu qatimki yan to'plashda Amerikaning ahvoli eng nachar. Meniki kelgan ahvol jami 18 ming dollar pul yig'ibdi Amerikada. Bu 18 ming dollarning 5 mingini men berdim. Yana bir do'stim 2 mingni berdi, yana bir do'stim 1 mingni berdi. Shundaqda 18 mingniki 8 mingi 3 odamdan chiqdi. Amerikada 5 ming bilan 10 ming atrofida Uyg'urlar bor bo'lishi mumkin. Qolgan 10 ming dollarni shu 5 ming bilan 10 ming dollar oralig'idagi Uyg'urlar chiqadi. Shundaqda bir odam 1 dollar yoki 2 dollardan chiqagan bo'ldi o'tir hisob bilan. Acayip çok saçtırma. Ben hayran kalamam bazıda. Yahudiler, Hristiyanlar maaşınınki 5%'ini otomatik halda üzü teve çerkovalara birdi bula. İslam dininde mi zakat degen narsa var? Meningki bilishim, mening isimni qilishcha 5% arafida. Har yili kirimining 5%ni berish. Men o'zimniki yan to'plashlarda zakat degan gapni pek ko'p deb ketmayman. Nima ish qilsa, bu jihatdagi tushuncha kishilardan qolsa aniq emas ekan. Men o'zim hozir Uyg'urlardek mustaq bir ig'ir payaga duch kelgan, yo'qolib ketish tahdidi duch kelgan bir millat uchun chet elda Uyg'urlikni saqlab qolish, Uyg'urlarni saqlab qolish uchun iyona qilish intayin ulug' ish deb o'ylayman. Lekin bu jihatda har xil o'ylaydiganlar bor, shunga men buni diniy sohaga ancha bog'lamay turib qilaman gaplarni. Ish qilib Amerikadagi Uyg'urlar o'ynab boqsa bo'ladi. Qilib boqsanlar bu ozroq pulni chiqarib, ashuni qilib bo'lgandan keyin o'zingni qandayroq bir hissiyat qilsan. Men uqmayman bugünkidek kunda hozir chet eldagi Uyg'urlar xuddi suvdan olib qolgan baliqdek bo'lib qoldik. Mushtaq vaqtda millatni qutqizish, millatni saqlab qolish uchun pul qashlashdan esil ishlar bormi? Bu to'liq hammadan o'yinib boqsa bo'ladi. Qisqasi, mening deydiganim tushkunlashmay, umidni yo'qotmay, irodani bo'shatmay, qo'lingizdan kelsa amal ish qiling. Agar kelmasa, imkoniyatingiz yor bo'lsa yordam qiling iqtisodiy jihatdan. İşini qılalaydiganlik qilsin. Aşağı orqali hammasi o'rtaq kelgusiga qarab mangayli. Yaqinda shu ishkatnishda bo'lganda ikki ish Amerikada ikki muhim Uyg'urlar uchun muhim ikki qonun loyihasi o'tirib chiqdi. Uniki birisi Uyg'ur qirg'inchiligi haqida Amerika Kongressiga har yilda bir doklad tayyorlab sunish. Mushuni haqidagi bir qonuniy loyiha o'tirib chiqdi. Endi chiqdi bu. Yana birisi Uyg'ur qirg'inchiligi masalasida Xitoy hokimiyatini javobgarlikka tortish haqida yana bir qonun loyihasi chiqdi. Ehtimal bularni ehtimal RF'ning xabarlarida anlagan bo'lishinglar mumkin. Shunga men ko'p to'xtalmay, ishqilib qonun loyihasi yeni chiqyotdi. Amerika Uyg'urni qutuldirish, Uyg'urlarni qo'llab qilish jihatda esli ishlarni qilyapti. Tirishchilik ko'rsatdi ish bo'lmagan chog'da. Bu qatimki o'tirg'i chiqqan ikkinchi qonun loyihasida shu chet eldagi Xitoyni bostirish uchirgan Uyg'urlarning masalasini yaxshi bir taraf qilish, Uyg'ur irqi qirg'inchiligi haqida axborot uchurlarini to'playotgan Uyg'ur tashkilotlariga iqtisodiyotni yordam qilish degandek moddalarmi bor. Ehtimol mush qonun loyihalari tasdiqni o'tsa, Uyg'urlarning siyosiy da'vosi uchun beriladigan pulning miqdorini ko'paytirish qilish mumkin. Men ashta his qildim o'zim. Bular cho'ng yaxshi ishlar endi. Shunda qo'yib keldi.
Endi qancha bo'lib ketdi? Bu vaqt uzarib ketdim, o'qimadim. Bizga foydali yana bir ahvol bor, uni deb qo'yay. Bu nima ahvol desanglar? Hozir Xitoy intayin cho'ng qiyinchilik duch keldi. Uniki birisi hozir Xitoydagi cho'ng shirkatlarniki paravonlik ishlari, paravonlik miqdorlari ozyapti. O'ziniki ishchilariga beradigan bu paravonlik narsasi ozyapti. Ondan keyin ishsiz intay yig'ilishib ketdi. Hozir Xitoydagi ishsizlik 20% oshib ketdi hozir. Ondan keyin bu yil oliy maktab bitirgan necha 10 million yoshlarga, Xitoy yoshlariga xizmat yo'q. Shunga hozir Xitoy hokimiyati medeniyet inqilobi mezgilidagi qayta tarbiyani qaytadan yo'lga qo'yish to'g'riliq ba'zi gaplarni o'tirib chiqaryotdi bular. Shu ishlar asli gap qilish mumkin. Xizmat yo'q. Xitoy yoshlarini yeziga haydash mumkin. Chet el shirkatlariniki Xitoydan chiqitish to'lqini hozir intayin kuchlik davomlashyotdi. Mablag'lar chiqib bordi Xitoydan. Ondan keyin Xitoyda uy bahsi shiddatli tushyotdi hozir. Uy oldiganlarga 30%dan 50%gacha bahoni tushirib sotadigan ishlar bor. Ashta qismi uylar bir yil sotilmay degandek ashta ishlar bo'lyotdi. Andan keyin yerlik hukumatning pul tugab ketib, qarzi bo'lib qilish ahvoli intayin og'ir. Buningda nurg'un sonliq ma'lumotlar bor. Ben buni tilg'amayman sizlarga umumiy ahvolni deb qo'yay. Bu intayin bir og'ir masala. Nimishqa degan chog'da Xitoy markaziy hukumati yerlik hukumatlarni pulga tayinib tutib turdi. Sana pul vermen, sen benim gapim bo'ysun sen deb. Markazdan yerlikka keladigan yordamlar tugab ketsa, yo'qolib ketsa, yerlik hukumatlar mustaqil bo'lib oldi. Yuqori tayanmasın bo'lganligi uchun. Shunga albatta men degandek hozir Rossiyada parchalanish hodislari ko'rilyotdi. Ashta bir yuzlanish bor hozir. Ehtimal bu qatim Rossiya mag'lub bo'lsa, Rossiya parchalanib ketishi mumkin. Necha davlat bo'lib ketishi mumkin. Xitoylarning ashta ehtimolga intayin kuchli. Agar Xitoyda Xitoy kompartiya hokimiyati ag'dirilib, cho'ng qilamqanchilik yuz bersa, nurg'un yerlar mustaqillik e'lon qilishi mumkin. Hozir yerlik hukumat bilan markaziy hukumatning o'tirishidagi bir-birini bog'lab turadigan nasl zanjiri uzilayotganligi uchun bu jihatdagi hodisalar kuchayotdi biroz. Ondan keyin Xitoylar yaqinda qilib qo'yotgan biz o't chöp yapmay yashay olamiz deb. Hozir unday emas. Hozir butun Xitoy fuqarosi endişeге tushdi. Bular hozir o't yap yashay olmaydi. Medeniyet inqilobi mezgilida Xitoylar o't chöp yashay olgan. O chog'da o't chöpni bizga yegizib o'tgan, men yeb boqqan siyosiy sinfiy kurash sinfiy kurash degan bir narsa, sinfiy kurashni aslash degan bir narsa qilib o'tni qaynatib yegizgan bizga ayni vaqtda. Xitoylarning shunday yashaganlari bor. Lekin hozir Xitoylar yashay olmaydi. Hozirgi turmush saviyasi bilan o'chalik saviya qattiq o'xshamaydi. Hozirgi markaziy hukumat Xitoylarni o't chöp yeb yashagan desa hali bo'lmaydi. Isyon ko'tarish mumkin. Shunga bu jihatda Xitoyniki iqtisodiy masalalar tufaylidan Xitoy kompartiya hokimiyatiniki ag'darilib ketish ehtimoli kuchayotdi. Bu jihat aslida yaqin ishonchlik manbalarda cho'ng dokladlar o'tirib chiqyotdi. Andan keyin yaqinda chiqayotgan yana bir gap, Xi Jinping degan jallodniki mustabid siyosati o'zining bir podshoh o'rniga kelib urinayotgan ishlari hozir Xitoyda siyosiy o'zgarish paydo qilish ehtimolligini kuchaytiryotdi. Mushta bir yuzlanish bor hozir. Andan keyin Xitoy yaqinda xalqarada ochilgan 3 cho'ng yig'indan ayrilib qoldi. Qatnashtirmadi Xitoyni. Uning birisi 5-yangi o'tirlari Shvetsiyada ochilgan bir yig'in Yevropa Birligi bilan Hindiston Tinch okean elleriniki ministerlariniki bir yig'ini bo'lgan. Bu yig'inga 65 davlatniki ministerlari taklif qilinibdi.
asosligi iqtisodiy masala haqida muzokara muloyizalarni olib boradigan qaror oladigan yig'in bunga xitoyni qatnashtirmaydi. 65 davlatniki ministerlik qatnashgan bir yig'inga xitoyni qatnashtirmaydi. İkincisi 7 davlat gruppasi G7 Yaponiyada açılgan yig'in o'tgan qatim to'xtaldim. Bu 7 davlat Kanada, Fransiya, Germaniya, İtalya, Yaponiya, Angliya, Amerika. Bu 7 davlatdan boshqa yana xili ko'p boshqa davlatlar qatnashdi. Masalan, Brazil, Hindiston, Indoneziya, Ukraina, Vyetnam qatorliq davlatlar taklif bilan qatnashdi bu yig'inga. Afrikadagi nurg'un kichik orollarmi bor. Lekin Xitoyni qatnashtirmaydi bu yig'inga. Yana 5-30 o'tirlari Hindistonda bir yig'in ochilgan. Bu yig'inligi yüzümüz emas, torda, video orqali dunyoviy janubiy davlatlar ovozi deganga to'g'ri kelib qoldi ekan, yig'inning ismi. Bu yig'inga 120 davlatniki odamlar qatnashibdi, ammo Xitoy yo'q. Hozir dunyo Xitoyni chetga qo'yib shunday yolg'iz qoldiryapti. Bu ahvol bilan albatta Xitoyniki davlatchi bo'layotgan iqtisodiy krizis, iqtisodiy ahvollarni birlashtirgan chog'da Xitoy Kompartiya hokimiyatini kuni uzun olmasligi mumkin. Men o'z umrimda Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki og'dirliqligini ko'raman deb o'ylayman. Hozirgi yaqini bo'layotgan yuzinishlar bu jihatdagi ahvollarni kuchli ko'rsatyapti. Yana bir narsa, shu G7 davlat guruhiniki yig'inda bular bir bayonot e'lon qilgan. Nurg'un kishilar bu bayonot Xitoyga yumshoq qo'llik qildi deb qaraydiganlar bor. Amniyat unday emas, buni keyin ko'rishlar natijasini. Hozir dunyo Xitoyga bak yo'linadigan bo'lib ketganligi uchun ulardan tez qo'l uzatolmaydi. Bo'libmi, agar Xitoydan keladigan mallarni bir xil to'xtatib olsa, bu arkası ellerdeki mallar yo'qolib ketib, do'konlar qurudilib qilib, mal bahsi texim o'sib ketadi. Hozir qislan butun dunyo bir mal bahsi o'sib ketadigan pul pahalılığı krizga duch keldi. Xitoy bilan bo'lgan munosabatni tez suratda yo'qotib, Xitoydan mal kirmaymiz deb qilsa, bu yer ahvollar texim nacharlashib ketadi. Bu birinchi endişe. Dunyoninki 7 davlat guruhining endişesi. İkincisi, Xitoyni Xitoy bilan bo'lgan munosabatni sal silliroq yapamasa, Xitoy chapini ta'tirkib Tayvanga hujum qilib qo'yishi mumkin. Albatta, Tayvanga hujum qilib qolsa, Xitoy Kompartiya hokimiyatining yo'qolishi bo'ladi shu. Lekin bu dunyo iqtisodiga intan cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Shunga hali ochiq kelgan odam normal o'ylayolmaydi. Xitoyni mashtab bo'lib qolmasa, ochiqda keltirib o'tmaydi deb sal siparish qilyotdi. Bu 7 davlat guruhining rahbarlari. Şuna bunun neticesini keyin ko'ramiz biz. Bu jihatda pek ümitsizlanib ketmoqli. Qisqasi Xitoy Kompartiya hokimiyati mening o'zim kuchli ishonchim bor, og'dirildi. Yoki iqtisodiy sababdan yoki ularniki Tayvanga hujum qilish sababidan. Mushtaq bir ahvol bor. Bu ahvol biz uchun bir foydali ahvol. Shunga umidvor yashasak bo'ladi. Oxirida bir narsani tilga qo'ygan bor mening. Bir inimiz varken Türkiye'de hozir 28 yoshga kiribdi. Xotan qarqashliq. Bu inimiz ayni vaqtda musulmon davlatlarniki birisiga o'qishga chiqqan ekan, ota-onasi shu chiqarib qo'yibdi ekan. Shu sababdan ota-onasi turmushga ketibdi, turmaydi ekan hozir. Uzun muddatli kesilib ketibdi. Yaqinda shu ota-onasi kurashga kelgan kishilarga bu ota-onasi mush bolasini ansirab, ko'p yig'lab, shu bolasini so'ztirib qiqish shunday ishni havola qilib turibdi. Bu gap menga kelib qoldi. Chet elda akangiz bor ekan sizniki, akangizimiz sizlar bo'lgan munosabatni uzilib qolibdi 2020 yildan keyin. Agar siz bu videoni ko'rsangiz, aloqa qilishing. Bunda qiynamang. Bu ota-onalar hozir vatandagi lagerlarga turmay kirib qolgan ota-onalar o'limdan battar yashayotadi. Ularning tortilgan dardi shuncha ko'p, sizning dardingizni tatmasin. Aloqa qilishib qo'ying.
sizin bağlılığınızı bilsin. Bu siz kılalayılan iş. Şuna ma videonu ko'rib qalsangiz, men bilan aloqalashsangiz, men qolgan ishlarni aralashtirib qo'yalayman. Buni deb qo'y dedim. Yana bir ish, men tunugin Facebook'a bir menga NASA'dan bergan bir mukofotning ishini biroz yozib chiqarib qo'ydim. O bir 2028 yılı kaynat boşluğu çıkarılan teleskopninki hizmetinde bergan mukofot. Ben bu to'g'riliq bir maqolani yozmoqchi, yozib uni bilim kuch jo'numligiga bermoqchi. Facebook'im chiqarishi mumkin. Shu chog'da texnik ko'p ma'lumotga erisha olasizlar. Kainotda uchib yuradigan toshlar bor. Intayin ko'p. Hozir qadar insonlarniki bayqig'ini 10 mingdan oshdi deb o'ylayman men. Bugun bunu to'liq izlanmabdiman. O'zim kendi ismini qilishicha. Shu toshlar har kuni nereden nerga uchib yuradi, buni kuzatib turadigan NASA'niki şunu kuzatib turgan ishxonasi bizning idarada. Shuni kuzatadi. NASA bu ishga intayin ko'ngil bo'lgulik endi. Sababi nima desa, bu toshlar hozircha yer shariga tahdid bo'lgan toshlar yo'q degan, o'ta bayqalmaydi. O'tganda birisi bayqalgan, uningki yer shariga kirish ehtimoliga bor vaqti 2045-yillarga, ya'ni 2044-yilmi ashtarga men bu to'liq videoda bir qatam so'zlagan. Endi bu taşlar özümüzde uçup çıkan vaxtlarda NASA'dan körüp durdu bunu. Ne ketip atıldı. Bazı çağlarda taşniki meniş yuli, gün, yaşar bir sıkıntı kep kalsa biz onu tapamayız. Bakayamayız. Sebebim ne dese bu günün nurun içinde mağdağın boğalık için onu teleskoplarla kökençalım kökül olmaydı. Yani ola kep yaşarını soksa yaşarı intan çoğun balaya yapıp gidiyordu. Bundan 65 milyon yıl burun yaşarını bir çoğun taş sokup şu çağda halkı dinozor degen hayvanlar bütün canlılar yok olup ketken yaşara ot gitti. Kingi canlılar qaytını peyda olgan insanlar şundak. Endi aşağı bir iş yok kalmasın da bu bayqamoq çoğan taşlarınki çoğunluğu 140 metre yoki ondan çoğun. 140 metrelik yoki ondan çoğun taşlar yoki yaşarını soksa intan hadislarni paydo qiladi ekan. Shunga NASA teleskop orqali shu koinotda yer sharining atrofida uchib yurgan toshlarniki 3dan 2 qismining hammasining uchurini to'plab chiqmoqchi. Shu orqali yer sharini so'qitish ehtimoli bormi yo'q, shu to'g'riliq shu narsani mo'lchallab yo'lida tadbir qo'llanmoqchi. Shu teleskop shuning ishi. Xudoyim bo'lsa men keyinchalik maqola yozib sen tafsilot uchirib beraman. Bu demsa bugun dedigan gap bir shunchalik bak uzrab ketdi o'zimning bilishcha kechiringlar. Bundaki imkon bor qisqaroq qilishga tirishaman. Ba'zi yerlarda dedigan gaplar jiho'g'alchimishlar bo'lib qoldi ekan. Kelar qattim kirishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.